Afg'onistondan uy xarid qilmoqchimiz. Birinchi sababi, avvalambor Afg'on o'zbek savdo uyini ochdik. Bir oyog'imiz Afg'onistonda bo'ladi. Shuning uchun mana do'stimiz bilan tanishdik. O'zim ham quruvchiman. Toshkent shahrida o'nlab qurilishlarni qurganmiz va hozirda ham qurib boryapmiz. Lekin bu yerga kelib men hayron bo'ldimki, shuncha haqiqatan ham mana ukamiz ta'kidlagandek 50 yildan birin urush ichida yurgan Afg'onistonda shundoq даже Toshkentda ham kam bo'lgan shunaqa loyihani qilishganiga umuman qoyil qoldim. Yana narxlari ham sifatiga qaraganda juda ham ma'qul. Men xursand bo'layotgan tarafim, ya'ni hamma narsasi premium segment eng oliy darajada ishlatilganini ko'rib, ya'ni Afg'onistonda bunga talab oshganini ko'rib men xursand bo'ldim. Hattoki undan ham xursand bo'lgan tarafim bu uylarning narxi 1 kvadrat metri atigi $550 ekan. $550 ichiga nimalar kiradi? Polni uyi ichidagi remontlari, hattoki mebellari ham kirar ekan. Juda ham arzon narx men uchun. Toshkentdagi qaysi loyiha bilan tenglashtirsak bo'ladi? Umumiy ya'ni proyektda Mirobod Avenue, ya'ni stilistikasi, qurilish ichida ishlatiladigan mahsulotlari hammasi o'shanga o'xshatadi. Kvadrat metri $2,500 xonadonga hozir taqqoslayapsiz. Shunaqa. Joy qolmagan o'zi unaqa, narx yer ham qolmagan.